Dehqon akalarimiz shu yerdami? Ham uyingiz, ham yeringiz bir joyda bo'lsa, qanday yaxshi. Bugun sotuvdagi ushbu hovlimizni o'zini barnigi bor. Umumiy maydoni 8 sotix bo'lgan bu hovli kengligi, imkoniyati, joylashuvi bilan alohida ajralib turadi. Ichkarida 6 ta xona, yanada qulaylashtirib turadigan 2 ta podvali ham mavjud. Remont korobka holatida, ya'ni xohlagan dizayningiz, xohlagan planirovkangiz bo'yicha o'zingizga moslab, didingizga qarab bitirib olasiz. Pishig'ishdan qurilgan hovlining mustahkamligini uzoq yillik xizmatini ta'minlab turadi. Kommunikatsiyalar bo'yicha muammo yo'q. Gaz, svet, suv ulangan. Ertaga ko'chib kelasizmi, ustiga ish boshlatasizmi? Barchasi tayyor. Sanuzel ham bor. Qo'shimcha qilaman desangiz, o'zi yetarlicha joyi mavjud. Bu hovlining eng katta ustunliklaridan yana biri joylashuvi. Furqat tumanining markazi, maktab, bog'cha, dehqon bozori, poliklinika, xususiy klinikalar, davlat idoralari, masjid, oziq-ovqat do'konlari, choyxonalar hammasi bir necha daqiqalik masofada. Oilaviy hayot uchun ham, biznes rejalari uchun ham ayni kerakli joy. Dehqonchilik qilaman, issiqxona qilaman deganlar uchun ham yaxshi sharoit yaratilgan. 5 sotixga yaqin katta barnik qurib qo'yishgan. Har xil ekzotik mevalarni yetishtirib sotsangiz, pulni tagida qolib ketasiz u. Bir tomonda yashaysiz, boshqa tarafida tirikchilik yuradi. Bunday imkoniyat hozir hamma hovlida ham uchramaydi. Narxiga egalari $70,000 so'rashyapti. Yana kelishsa bo'ladigan joylari bor ekan. Manzili Furqat tumani, Navbahor MFY, Yangi hayot ko'chasi, Orientir Furqat tumani dehqon bozori yaqinida. Egalarining raqamlari shundoqqina ekraningizda. Bemalol bog'lanib, kelib, ko'rib, baraka qilishingiz mumkin. Shunaqa keng imkoniyatli joyimizni mahalladagi og'aynilaringizga tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin.